سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Robbilaringdan mag'firatga musobaqalashinglar. Musobaqa ya'ni bir-biridan o'zib ketishga harakat qilib, kim birinchi borishligiga harakat qilish. Robbilaringning mag'firatiga va jannatga musobaqalashinglar. Jannat shunaqa narsaki, uni kengligi osmon va yer kengligidek deydi. Bu Allohga va rasullariga iymon keltirgan kishilarga tayyorlab qo'yilgan jannat. Jannatga musobaqalashish faqatgina bir avliyo, gunoh qilmaydigan bir taqvodorlarnigina ish emas ekan. Ha bizdek u posiq odamlar yo'l bo'lsa jannatga musobaqalashishga deb, mana ba'zi odamlardan eshitasiz, jannatni bir ko'rpachasini, eshigining tagida bir ko'rpacha tashlab berilsa ham men roziman degan gapni gapiradi. Fosiqligini o'ylaydiki, jannatga musobaqalashlikka moni bo'ladi o'ylaydi. Jannatga musobaqalash uchun bir taqvodor bo'lish kerak deb o'ylaydi. Aslida qarangki, oyatda Alloh jannatga musobaqalashishdan avval mag'firatga musobaqalash chaqirganligini dalili, demak, mag'firat gunohni taqozo qiladi. Kimni mag'firat qiladi Alloh? Gunohkorni mag'firat qiladi. Demak, gunohkorlik jannatga musobaqalashishga to'sqin bo'lmaydi. Gunohkor bo'lib ham jannatga musobaqalashuvering. Faqat taqvodor avliyolarda ish emas bu. Inson xullas o'tmishida agar fisq fasodga musobaqalashgan bo'lsa, hech bu jannatdan endi qolib ketaman deb o'ylamasin. Endi Allohning mag'firatiga musobaqalashsa, yetib oladi. Robbilaringning mag'firati va kengligi osmonlar va yer kengligidek bo'lgan jannatga shoshilinglar. Uiddat lillazina amanu billahi va rasulihi. U Allohga va rasullariga iymon keltirganlarga tayyorlangan. Bu yerda qaroqchilar chiqadi yo'ldan. Senga haligi xato qilganingni yuzingga solaydigan yoki ha shuncha xatoni qilib endi osongina astag'firulloh deb tuzalib ketar ekanmi, osongina hamma narsadan qutulib ketar ekanmi degan qaroqchilar. Yo'ldagi qaroqchilar bor. Sen unga parvo qilma. 70 yil fosiq bo'lib yuring, Alloh sizni o'shanda ham jannatga chaqiraveryapti, o'shanda ham sizni mag'firatga chaqiraveryapti. Kel, hali ham qaysing birinchi kelsang, ana shu jannat sovg'asini o'shanga beraman. O'shani birinchi kechiraman deyapti. Shu uchun ham aytayapmiz, bu Allohning kechirimliligiga yo'liga to'g'anoq bo'lgan odamlar, Allohning mag'firati yo'lidagi qaroqchilar, odam unga parvo qilmasligi kerak. Siz jannatga shoshiling, o'shani asnosida xato qilsangiz, mag'firatiga shoshiling Allohning. Hech narsa yo'qotmaysiz. Agar to'g'ri qilgan bo'lsangiz, rahmatiga shoshilasiz. Noto'g'ri qilib qo'ygan bo'lsangiz, mag'firatiga shoshilasiz. Mo'min hayoti mana shunaqa. Bismillahirrohmanirrohim. O'tgan darsda dunyoni matohlarini arzimasligi gapirildi. 20-oyatda hayot dunyoni misoli keltirildi. Undan keyin Alloh insonni o'zining mag'firati va jannatga shoshilishga targ'ib qiladi. Sabiqu ila mag'firatin min robbikum va jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lillazina amanu billahi va rusulihi. Robbilaringdan mag'firatga musobaqalashinglar. Musobaqa ya'ni bir-biridan o'zib ketishga harakat qilib, kim birinchi borishligiga harakat qilish. Robbilaringning mag'firatiga va jannatga musobaqalashinglar. Jannat shunaqa narsaki, uni kengligi osmon va yer kengligidek deydi. Bu Allohga va rasullariga iymon keltirgan kishilarga tayyorlab qo'yilgan jannat. Alloh insonni ichidagi haqiqiy fitratini qo'zg'ashni istaydi. Inson ichida shunaqa fitrat bor ekanki, dunyoda yashaganda dunyoga to'ymaydi odam. Hatto kofirlarni bugun ko'ryapsiz, koinotning bir chekkalarida nimalar bor ekan deb qiziqadi. Insonga aslida shunaqangi katta himmat berilganki, inson dunyoga sig'maydi aslida. Yer ichiga sig'maydi, 7 qavat osmon ichiga ham inson sig'maydi aslida, agar himmati oliy bo'lsa.
Chunki inson ruhi bu yerdan emas. İnson ruhi 7 qavat osmondan emas. İnson ruhi jannatdan kelgan, Alloh huzuridan. Ana shunaqangi bepoyon joyga yetmaguncha odamzod qiziqaveradi. Koinotda eng oxirida nima bor ekan? Undan keyin nima bor ekan? Undan avval nima bo'lgan? Odamzod qiziqaveradi. Mu'mini ham, kofiri ham. Ana shu qiziqishga Qur'on targ'ib qiladi insonni. Bu shunday bo'lish kerak rostdan ham. Odam o'zi yashayotgan bitta qishlog'iga kirib olib, yoki bir respublikasiga, yoki bir sayyorasiga borlig'ida shundan iborat deb o'ylamaslik kerak. Alloh qarang chaqiryaptiki, musobaqalashinglar kerak bo'lsa, shunaqangi katta narsalar borki, borlig'ida. Jannat degan narsalar bor, uni kengligi osmonlar va yer kengligidek deyapti. Ichingda sig'may ketayotgan himmatingni qondiradigan joy ana o'sha jannat. Shunga musobaqalash. Bu oyatda hozir qaraylik. Alloh jannat kengligini gapirganda, uni kengligi osmon va yer kengligidek deydi. Xuddiki zohiridan bitta osmon bilan bitta yerda kengligidek. As-sama val ard mufrad deyiladi, ya'ni bitta kalima bu. Lekin biz dars avvalida Oli Imron surasining 133-oyatini o'qidik. Xuddi shunga o'xshagan oyat. Alloh taolo unda ham musobaqaga undaydi. Wasari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin. Mana qarang, Hadid surasidagi 21-oyatning ayni o'zidek. Faqat bunda sabiqu ila mag'firatin min robbikum va jannatin deyilsa, Oli Imron surasining 133-oyatida sari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin. Bunda musobaqalashinglar degani, unda esa kim o'zarlik o'ynaylar. Ikkalasi ham bir xil ma'no ya'ni. Lekin farq shundaki, Hadid surasida osmon bilan yerni bitta deydi. Ya'ni jannat kengligini unga taqqoslaganda. Jannat kengligi osmon bilan yer kengligidek. Ammo Oli Imron surasining 133-oyatida jannat kengligini arduha as-samawati val ard deydi. As-samawati val ard. Osmonlar va yer. Demak, mana bu yerdagi osmon narigi Oli Imron surasidagi osmonlar degan ko'plik bilan qo'shib tafsir qilinish kerak. Bu yerda bu jannatning kengligi osmon va yer kengligicha deganda, osmonlar va yer kengligicha degan ma'no nazarda tutilyapti. Nimaga Qur'onda osmon deydi, sizlar osmonlar deyapsizlar desa, chunki boshqa oyatda osmonlar degan. Bu oyatdagi mufratlik jins uchun. Demak, jannat kengligi osmon yerda emas, osmonlar va yerdek. Butun osmonlar, ya'ni koinot, jannat kengligi koinot kengligidek, hattoki shu darajada keng. 7 osmon, hamma koinot shu jannat kengligidek deyapti Alloh. Endi bu ham baribir hali kichkina. Jannat osmonlar va yerdek ham emas, undan ham katta. Bunda nimaga osmonlar yerdek deyapti desa, bizning tushunchamizdagi borliq shu, chunki osmonlar va yer. Misol uchun aytilyapti bu. Aslida o'shanga kifoyalanadi degani emas. Men tushuntirish uchun aytaman. Yosh bolalardan eng katta narsa nima deb so'rasangiz, dadam deydi. Bir narsani katta desangiz, dadamdan ham kattami deydi. Chunki yosh bolani xayolida shunaqa narsa borki, eng katta narsa unga o'sha dadasi. Shu uchun misol keltirsa ham o'sha dadasidan misol keltiradi. Shu dadamdan ham kattami deydi. Insonni ham hayotida, aqlida ko'rgan narsa eng katta narsa nima edi? Osmonlar va yer. Aslida undan katta narsalar ham bor. Masalan, arsh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam arsh haqida aytganlarki, "Mas-samawatu sab' wal ardina sab' fil arsh illa ka halqatin mulqatin fil filat." 7 osmon, 7 yerlar arshning ichida xuddiki sahroning ichidagi uzukdek bo'lib qoladi deganlar. Arsh kattaligini tasavvur qilyapsizmi? Shu biz bilgan bepoyondek ko'ringan koinot arshning ichida sahrodagi bitta uzuk qanday kichkinagina. Ana shunday bo'lib qoladi debdilar. Endi demak, lekin biz arshni ko'rmaganmiz. Shuning uchun bizda ko'rgan narsamizdan misol keltirilyapti. Ya'ni jannat kengligini tushuntirish uchun osmonlar va yerdek deyilyapti. Aslida esa osmonlar va yerdan-da keng jannat. Bu misol xolos tushuntirilishligi uchun, bizning fahmimizga yarasha. Bunga eng katta bitta dalil jannat osmonlar va yerdan kengligiga Jannatul Firdavs arshning tagida joylashgan.
Bizni koinotimizni bo'lsa o'lchamini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam misol qilayaptilarki, sahroga otorilgan bitta uzuk sahroni ichida qanaqangi kichkina hajmga ega. Bizni koinotimiz arshni ichida ana shunaqangi kichkina hajmga ega deyilyapti mana. Demak, arshni tagida jannat bo'lsa, tabiiyki arshni tagida turgan jannat bu jannatni ham tagida turgan mana koinotdan katta bo'ladi. Ana shu ham dalil, aslida jannat osmonlar yerdagina ham emas, osmonlar yerdan-da keng. Hattoki. Bunga yana bitta eng katta dalil. Dunyoda bir bino qurilishidan avval uni kichkinagina bir maketini quriladi. Mana katta-katta imoratlar qurishdan avval qarasangiz, uni kichkinagina qilib maketini qurishadi. Bu o'shandan namuna. O'sha katta imorat haqida tasavvurga ega bo'lishimiz uchun kichkinagina maket quriladi. Aslida biz hozir yashayotgan dunyomiz oxiratni oldida xuddi shunday bir kichkina maket. Dunyo hayotidagi hamma ne'matlar. O'shandan bir namuna. Tabiiyki endi u haqiqiy hayot bu hayotdan katta bo'ladi. Ya'ni biz bilgan bu koinotdan katta bo'ladi. Haqiqiy hayot, Alloh hayotni, o'sha haqiqiy hayotni jannatda degan. Innad darul axirata lahiyal hayavan. Oxirat ana o'sha hayot. Bu dunyo bo'lsa bir maket. Shuning uchun tasavvur qilavering, bu dunyo koinotdan kengligini, jannatda ya'ni. Yana bunga bir misol, eng katta dalil ana shu jannat koinotlardan kengligiga. Biz bugun shu koinotlar ichida Allohni ko'ra olamizmi? Shuncha bepoyonligiga qaramay. Alloh koinotlar ichida ham ko'rib bo'linmaydi. Shu koinotlar bepoyondek ko'rinsa ham. Koinotni xohlagan bir burchagiga borsangiz ham Allohni ko'rib bo'lmaydi. Lekin jannatda Allohni ko'rib bo'ladi. Jannatda har tabaqasidagilar Allohni ko'radi. Kimdir haftada bir marta, kimdir har kun 2 marta. Muhimi, jannatda hamma Allohni ko'radi. Jannatda Allohni ko'rilayotgani dalilki, jannatning eng past tabaqasi ham bu koinotdan keng. Alloh bizdan ana shunaqangi himmatni oliy qilishni talab qilyapti. Bu kichkinagina sayyorachalarda yer yoki kichkinagina bir bunaqangi quyosh tizimi yoki bir galaktikachalar ichida o'tirib olib, shuni bir bepoyondek ko'rib, yoki undan ham pastga tushsangiz kimlardir kichkinagina qishloq shaharchasida, vatanchasida o'tirib, ana shuni eng oliy g'ami, mablag'i ilmi qilgan, ilmini, himmatini yetgan eng joyi shu qilgan odamlarga Alloh aytayaptiki, yuqoriroqqa ko'tar ongingni. Shunaqa narsalar borki, borliqdan katta narsalar bor. O'shanga sen musobaqalash. Bu hayot dunyodagi narsalarga emas. O'tgan darsda aytdik, mana Ali radhiyallohu anhu aytdilar, hayot dunyo yemish, ichmish, kiymish va markab shunaqa narsalardan iborat. Ularda har bittasini tushuntirib berdilar, eng qanaqangi afzal deyilgani ham tuban narsa ekani. Hayotda eng shirin narsa yemish, asal bo'lsa, uni aytdilar bir pashshani aslida bir sulegi u. Eng shirin ichimlik suv bo'lsa, uni aytdilar, u hayvon bilan odamning farqi yo'q, ikkalasi ham ichaveradi u suvdan. Eng shirin lazzat dunyoda xotin lazzati bo'lsa, uni aytdilar, siydik o'rniga tiqqandan hosil bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Dunyo qanaqangi lazzatlik bo'lmasin, bor haqiqati shu. Odam harakat qilsa dunyoda shular uchun qiladi-da. Alloh bizdan mana shuni istamayapti. Saviyani ko'tar, himmatni ko'tar, shunaqa narsalar borki, osmonlar va yerdan keng joylar bor. U jannat. Ana o'shanga harakat qil deyapti. Inson fitratiga qo'yib bersangiz, aslida shunaqa. Mana kofirlar kofir bo'lsa ham hattoki hozir yerga sig'mayapti. Oyni o'zlashtiraman deyapti, qarang. Marsni o'zlashtiraman deyapti. Koinotni bir burchaklarini o'zlashtiraman deyapti. Mana koinotga Voyager kemasini qo'yib yuborishdi. Quyosh sistemasidan tashqariga chiqib ketdi. Nimalar bor ekan, o'sha yerda ko'raylik deyapti. Demak, inson asli dunyoga berilmasa, asli inson fitratida, mu'minda ham, kofirda ham shunaqangi bir fitrat borki, yerga sig'maydi odam. Kengroq narsani istaydi. Koinotga ham sig'maydi. Undan kengroq narsani ham istaydi. U nima ekan? U jannat. Chunki biz o'sha yerdan kelganmiz, o'sha yerga yetmaganimizcha bu fitrat qolmaydi. Umar ibn Abdulaziz rahimahulloh mana o'sha yillarda, bundan 1300 yillar avval yashagan bo'lsalar ham, mana shu fitrat u kishida hozir kofirlar mana qiziqayotgan narsa u kishida bo'lgan.
Ya'ni koinotga sig'maslik. Nima bor ekan undan u yog'ida duvurishlik xislati, fitrati Umar ibn Abdulaziz rahimahullohda bo'lgan o'zlari haqida aytib berganlar. Innali nafsan tawaqo deydilar. Men shunaqangi bir ishtiyoqman, himmatlik nafsim bor. Ma haqqaqtu shay'an illa taqat lima huwa a'lamin. Nimani ro'yobga chiqarsam, undan yuqorisiga qiziqaveradi men nafsim deganlar. Yoshligimda amakimning qizini Fatimani xotin qilishlikni yaxshi ko'rdim. Shunga harakat qildim, xotin qildim deganlar. Keyin qarasam bu hech narsa emas ekan. Undan keyin valilikka nafsim intiqa boshladi. Amirlik. Keyin amir bo'ldim deydilar. Qarasam amirlik ham hech narsa emas ekan. Amirlikdan keyin nafsim xalifalikka intiqa boshladi. Xalifa bo'ldim deganlar. Qarasam xilofat ham hech narsa emas ekan. Men endi shu jannatga intiqayapman. Arju an akuna min ahliha deganlar. Umid qilamanki, o'sha jannat ahlidan bo'lishlikdan deganlar. Ko'ryapsizmi? Inson agar fitrati buzilmasa ana shunaqa bo'ladi. Nimaga intilsa, undan keyin davomida nima bor ekan deb turadi. Shu ham yetadi endi, bo'ldi, biz qilganimiz shu yergacha bo'ldi deyish, bu mo'minning ishi emas bu. Ko'p eshitasiz odamlardan hozir. Ha biz bo'lganimiz shu bo'ldi endi. Bundan u yog'i endi bizning ishimiz emas deydi. Nimaga unaqa deysiz? Alloh aytayaptiki, shoshil, musobaqalash, dunyoga sig'may ket, koinotga sig'ma. Arziysan, senga Alloh shunaqangi himmat bergan. Jannatga kirmaguncha qolmaydi u himmat. Jannatga kirmaguncha qolmaydigan himmat bergan. Nimaga sen uni bitta yer hayotiga qondirib qo'yapsan? Sari' deyapti mana. Shoshil bir-biringdan o'zib. Va sabiq deyapti. Musobaqalash bir-biringdan o'zib. Ana o'sha jannatga erishib olguncha. Endi oyatda bir narsa qiziq. Alloh shu jannatga musobaqalashishga buyurishdan avval boshqa bir narsaga musobaqalashni buyuryapti. Mana qarang, Hadid surasining 21-oyatida Sabiqu ila jannatin arduha ka ardis samai wal ardi mas. Jannatga musobaqalashinglar, uning kengligi osmon va yer kengligidek emas. Undan avval yana bir gap turibdi. Sabiqu ila mag'firatin min robbikum. Robbilaringdan mag'firatga musobaqalashinglar va keyin kengligi osmonlar, yer kengligidek jannatga musobaqalashinglar. Demak, bu himmatni astronom bo'lib qondirib bo'lmaydi ekan. Banda bo'lib qondirilar ekan. Ya'ni hozir mana kofirlar qarasangiz, ishni eshigidan kelish qolib, uni tomidan oshib chiqmoqchi bo'lishyapti. Kofirlar Amerikada qarasangiz, mana NASA tashkiloti, boshqa tashkilotlar koinotni kuzatadi, qiziqadi, uni ortida nimalar borligi, o'sha yerlarga borib yashashga qiziqadi. Ya'ni astronom bo'lib, yuqoriga chiqib kosmonavt bo'lib, o'sha himmatni qondirishni istaydi. Aslida esa uni kosmonavt bo'lib qondirib bo'lmas ekan. Uni gunohkor bandalik deb o'zini inson ojizligini e'tirof etib, bandalik bilan qondirib bo'lar ekan uni. Agar inson bandalikni qilsa, Robbisi uni kechirsa, ana o'sha himmatini qondiradigan maqomga, jannatga uni olib kirar ekan. Jannatga gunohlar mag'firat qilinmasdan turib kirib bo'lmaydi. Hech qachon gunohkor odam jannatga kirmaydi, shuni bilib oling. Zarracha gunohi bor odam jannatga kirmaydi. Axir hammamiz gunohimiz bor-ku desa, gunohimiz bor bo'lib turib kirmaymiz jannatga. Qachon gunohimiz kechiriladi, keyin jannatga kiramiz. Yoki Alloh asrasin, qachon gunohga yarasha jazo oladi kishi, keyin jannatga kiradi. Ya'ni jahannamda jazosini olgandan keyin. Hech qachon gunohkor holatida odam jannatga kirmaydi. Tibtum, jannatga kirganda birinchi aytiladigan kalima jannat ahliga tibtum, toza bo'l deyillar. Endi kiringlar jannatga deyiladi. Shu uchun Alloh jannatga kirishdan avval mag'firatiga kirishga chaqiryapti. Sabiqu ila jannatin emas, sabiqu ila mag'firatin min robbikum. Bu Hadid surasining 21-oyatda ham xuddi shunday kelyapti. Olimron surasining 133-oyatda ham xuddi shunday kelyapti. Sari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin arduha samawati wal ard. Bir xil. Demak, jannatga kirishdan avval bu dunyoda Allohning mag'firatiga kirib olishlik kerak. Endi qarang. Allohning mag'firat doirasi kengmi, jannat kengmi? Jannatni o'zi aytdik biz, osmonlar yerdan keng ekan jannat. Allohning mag'firati, rahmati u jannatdan da keng. Chunki
Jannat arshni tagida bo'lsa, jannat. Arshni ustida Ar-Rahman bor. Ar-Rahman surasining tafsirida aytdik. Ar-Rahman, Alloh o'zini Ar-Rahman degan ism bilan surani boshladi. Alloh o'zini arshga ko'tarilganligida Ar-Rahman ismini ishlatdi. Demak, jannatda kengligi osmon va yerdan keng bo'lsa, uni ustida undan-da keng arsh turgan bo'lsa, uni ustida undan-da buyuk, undan-da fazli marhamati, mag'firati keng Alloh turibdi. Endi qarang, shunaqangi mag'firatni keng mag'firatga ilasha olmagan odam haqiqatda do'zaxiylikka haqli bo'ladimi? Jannat o'zi osmon va yerdan keng bo'lsa deyapmiz. U jannat ustida undan keng arsh bo'lsa, uni ustida undan-da rahmati, mag'firati keng Alloh bo'lsa, endi shuni mag'firatiga, rahmatiga ilasha olmay qolgan odam, kofir bo'lib jahannamga ketgan odam yoki fosiq bo'lib jahannamga ketgan odam haqiqatan o'zi bo'lmag'ur odam deyiladi. Allohning mag'firati jannatdan ham keng. Shuning uchun birinchi mag'firatiga ilakishlikka chaqiryapti. Mag'firatiga ilakishib olinglar. Undan keyin o'z-o'zidan jannatga ilakishasiz. Ikkinchidan, bu yerda birinchi mag'firat keltirilganining sababi jannatga musobaqalashish faqatgina bir avliyo, gunoh qilmaydigan bir taqvodorlarningina ishi emas ekan. Ha, bizdek u fosiq odamlar yo'l bo'lsa jannatga musobaqalashishga deb, mana ba'zi odamlardan eshitasiz, jannatni bir ko'rpachasini, eshigining tagida bir ko'rpacha tashlab berilsa ham men roziman degan gapni gapiradi. Fosiqligini o'ylaydiki, jannatga musobaqalashishlikka moni bo'ladi deb o'ylaydi. Jannatga musobaqalash uchun bir taqvodor bo'lish kerak deb o'ylaydi. Aslida qarangki, oyatda Alloh jannatga musobaqalashishdan avval mag'firatga musobaqalashishni chaqirganligini dalili. Demak, mag'firat gunohni taqozo qiladi. Kimni mag'firat qiladi Alloh? Gunohkorni mag'firat qiladi. Demak, gunohkorlik jannatga musobaqalashishga to'sqin bo'lmaydi. Gunohkor bo'lib ham jannatga musobaqalashavering. Faqat taqvodor avliyolarda ish emas bu. Keyin yana bir hikmat bor bu yerda, mag'firatga musobaqalashga chaqirganda. Shoshilganda insonda xatolik sodir bo'ladi. Shuning uchun mana shariatda shoshilishdan qaytargan. Al-ajratu minash-shayton, shoshqaloqlik shaytondan deyilgan. Yoki boshqa bir oyatlarda, hadislarda ham xuddi shunday. Lekin jannatga nisbatan shoshilish, agar inson unda hattoki xatolikka yo'l qo'ysa ham, bu narsa maqtalinadi. Undan xavotirlanmang, Allohni kechiraman degan. Bunga dalil Alloh aytadi Qur'onda, "Ash-shaytonu ya'idukumul faqra va ya'murukum bil fahsha, vallohu ya'idukum mag'firatan minhu va fadla." Shayton sizlarni faqirlik bilan qo'rqitadi, sizlarni fahshga buyuradi. Alloh esa sizlarga o'z huzuridan mag'firat va'da qiladi va fazlini va'da qiladi. Demak, inson jannatga harakat qilar ekan, unda xato qilib qo'yishligidan qo'rqib to'xtab qolishligidan Alloh ogohlantiryapti. Harakat qilaver, shoshil. Unda agar xato qilib qo'ysang, Robbingning mag'firatiga shoshilasan. Bu yerda qaroqchilar chiqadi yo'ldan. Senga haligi xato qilganingni yuzingga solaydigan yoki ha shuncha xatoni qilib endi osongina astag'firulloh deb bu tuzalib ketar ekanmi, osongina hamma narsadan qutulib ketar ekanmi degan qaroqchilar. Yo'ldagi qaroqchilar bor. Sen unga parvo qilma. Alloh mag'firatiga chaqirganda qarang. Mag'firatga musobaqalash deyapti. Buni bir misolini aytsak, Allohga misol keltirish uchun emas, tushunishimiz uchun bir misol bu. Mag'firatiga Alloh musobaqalashga chaqirishligini bir tushunishligimiz uchun misol keltiramiz. Tasavvur qiling, siz uyingizga bir setka bolalaringizga bir o'yinchoqlar, sovg'a salom olib kelyapsiz. Uyingizga kirganingizdan keyin bolalaringizni shu sovg'aga qaratib chaqirasiz. Qani kim birinchi keladi, mana shuni beraman deysiz. Shunda endi tasavvur qiling, birontasi o'rnidan turmasa shularda. Siz shuncha ovoragarchilik qilib keldingiz. Sovg'a salom ko'tarib keldingiz. Uyingizga bolalaringizni oldiga ularni musobaqalashishga chaqiryapsiz. Qaysing birinchi kelsang deb quloqingizni ochib kutib olyapsiz. Mana shuni senga sovg'ani beraman deyapsiz. Birontasi o'rnidan turmasa, sizni bu narsa g'azabingizni qo'zg'atadi, to'g'rimi? Lekin Allohni ana shu narsa g'azabini qo'zg'atmaydi. 70 yil fosiq bo'lib yuring, Alloh sizni o'shanda ham jannatga chaqiraveryapti. O'shanda ham sizni mag'firatga chaqiraveryapti. Kel, hali ham qaysing birinchi kelsang,
ana shu jannat sovg'asini o'shanga beraman. O'shani birinchi kechiraman deyapti. Shu uchun ham aytayapmiz, bu Allohning kechirimliligiga yo'liga to'g'anoq bo'lgan odamlar, Allohning mag'firati yo'lidagi qaroqchilar, odam unga parvo qilmasligi kerak. Siz jannatga shoshiling, o'shani asnosida xato qilsangiz, mag'firatiga shoshiling Allohning. Hech narsa yo'qotmaysiz. Agar to'g'ri qilgan bo'lsangiz, rahmatiga shoshilasiz. Noto'g'ri qilib qo'ygan bo'lsangiz, mag'firatiga shoshilasiz. Mo'min hayoti mana shunaqa. Inson xullas o'tmishida agar fisq fasodga musobaqalashgan bo'lsa, hech bu jannatdan endi qolib ketaman deb o'ylamasin. Endi Allohning mag'firatiga musobaqalashsin, yetib oladi. Robbilaringning mag'firati va kengligi osmonlar va yer kengligidek bo'lgan jannatga shoshilinglar. Uiddat lillazina amanu billahi va rasulihi. U Allohga va rasullariga iymon keltirganlarga tayyorlangan. Ko'rinishdan osondek. Shu jannat Allohga va rasullariga iymon keltirganlarga tayyorlangandek. Lekin biz Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilishimiz kerak. Bu oyatda hozir osongina qilib Allohga va rasullariga iymon keltirsang bo'ldi ekan, shu jannat tayyor qilib qo'yilgan ekan degandek ko'ringan bilan Oli Imron surasida yuqoridagi oyatda 133-oyatning davomida Sari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard uiddat lil muttaqin deydi. Robbilaringning mag'firatiga shoshilinglar va kengligi osmonlar va yer kengligicha bo'lgan jannatga shoshilinglar. U kimga tayyorlangan? Shunchaki iymon keltirib Alloh va rasullariga ishongangami? Yo'q, uiddat lil muttaqin, taqvodorlarga tayyorlangan. Davomini o'qing oyatni. 134-oyat Oli Imronni. Allazina yunfiquna fis sarra wad darra wal kazimin al g'ayz. Ularki yaxshilikda ham, yomonlik vaqtida ham infoq qiladilar, g'azablarini yutadilar, wal afina anin nas, odamlarni af etadilar. Ular shunday kishilarki fahsh qilib qo'ysalar, o'shanda bardavom bo'lavermaydilar, Allohni eslaydilar, gunohlarga istig'for etadilar. Xullas Oli Imron surasining hali 134-oyatning tafsirida uni o'tamiz. Mana bu oyatda Hadid surasining 21-oyatida kelayotgan Allohga va rasuliga iymon keltirib qo'yganlar deganni, iymonni oddiygina iymon emasligini Oli Imron surasining 133 va 134-oyatlari sharhlaydi. U haqqoniy Alloh istagan iymon. Ana o'sha iymon bilan iymon keltirganlarga tayyorlangan bu. Qur'onni Qur'on bilan tushunish kerak. Aks holda odam adashadi. Mana shunaqa oyatlardan murjiylarga hujjat chiqadi. Mana Allohga iymon keltirsa, rasulga iymon keltirsa bo'ldi ekan. Nima buncha to'polon deb bitta oyatga qarab hukm olishdan ana shunaqangi adashuv chiqadi. Shuning uchun ham boshqa oyatga qarasangiz, u iymon foyda beradigan iymon qanaqaligi shartlari mana Oli Imron surasida aytib qo'yildi. Jannatni Alloh uiddat deydi, qarang. Oli Imronda ham, Hadidda ham. Uiddat degani tayyor qilib qo'yilgan. Mana bu ahli sunna va jamoa aqidasiga dalil, Mu'tazili va boshqalarga xilofan jannat hozir mavjud. U oxiratda paydo bo'lmaydi. Jannat hozir bor, tayyorlangan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rdilar u jannatni, hattoki undan bir bosh uzum olmoqchi bo'ldilar. Demak, bor degani u. Va jannatda mana hurlar bor. Jannatda hozir shahidlarning ruhlari uchib yuribdi qush suratida. Jannat hozir mavjud. Shunchaki bir afsonaviy narsa, kelajakda bo'lishi, paydo bo'lishi kutilayotgan narsa emas. Hozir mavjud jannat. Mana kofirlar bugun koinotda hayot bormikan, yo'qmikan? Biz olamda tirik mavjudot tarzida yolg'izmizmi, yo'qmi deb osmondan o'zga sayyoralik izlashadi. O'zga sayyoralik bor yo'qligini Alloh biladi. Lekin haqiqatan koinotda hayot borligiga biz iymon keltirishimiz shart. Koinotda qanaqa koinot? Balki koinotdan katta hayot bor, jannat. U yerda hatto tirik mavjudotlar bor. Nafaqat tirik mavjudotlar, balki ongli mavjudotlar bor. Hurlar ongli mavjudot, shahidlarning ruhlari ongli mavjudot. Inson ular ya'ni. Ana ular jannatda bor hozir. Demak biz mana iymon keltirar ekanmiz shunaqa narsaga, bu ilmi fan hali yeta olmayotgan narsaga ishonishimiz bizga farz qilib qo'yilgan. Ya'ni tirik mavjudot borlig'ida yashayapti. Koinotdan keng katta borliqlarda yashayapti ular.
Ana shu jannatga bizni shoshilishligimizga Alloh buyuryapti. Nimaga shoshilishga buyuryapti desangiz, chunki jannat va do'zax bir qadam joy. Hozir o'lsak, hozir shu zahotman qarang, shu soniyalarda o'lib qolishimiz mumkinmi yo'qmi? Mumkin. Har birimiz shu soniyalarda o'lib qolishimiz mumkin. Hozir o'lsak, joyimiz aniq shu bilan. Jannatiy bo'lsak jannatga, Alloh asrasin, do'zaxiy bo'linsa do'zaxga. Demak, jannat bilan do'zax shu darajada yaqin, shuning uchun ham shoshilib qolishga undayapti Alloh. Keyin kech bo'ladi. Bir soniya o'tadi hozir, odam shunday bir nafasi chiqib ketadi, joni chiqib ketadi. Shu bilan tuzalish yo'q keyin. Jannatiy bo'lsa shu bilan abadiy jannatiy, jahannamiy bo'lib qolsa odam shu bilan jahannamiy. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuning uchun ham hadisda aytganlar: "Lal jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'li wan naru mithla zalik." Jannat birlaringga oyoq kiyimining ipidan-da yaqin deganlar. Jahannam ham xuddi shunday. Oyoq kiyimning ipi qanaqa qarang mana, oyog'ingiz ustida turibdi. Siz bir joyga qadam tashlasangiz, sizdan avval o'sha oyoq kiyimingiz qadam tashlaydi. Demak, jannat sizga ana shunaqa yaqin. Shunday ko'zingizni ochasiz, vafot etganingizdan keyin qarasangiz, jannatdasiz. Yoki Alloh asrasin shunday ko'zingizni ochasiz, vafot etgandan keyin qarasangiz, jahannam ko'rsatib turilgan bo'lsa ro'parangizda. Demak, bu haqiqatan shoshilib qolish kerak degan narsaga arziydimi ekan? Ana shu uchun Alloh shoshilib qolinglar deyapti. Bir soniyada odam joni chiqib ketadi, keyin qarasa kech bo'lgan. Bugun hayotda kishini eng ajablantirgan bir holatlardan biri, kechagina jannat haqida gapirayotgan odam qarasangiz, yoki do'zax haqida, ana shu oxirat haqida gapirayotgan odam bugun o'lgan bo'ladi. Ana shunda qarab turib aytasizki, hozir shu odam kecha gapirayotgan narsalarni ko'ryapti deysiz. Kecha gapirayotgandi bizga, xuddi biz hozir gapirib o'tirganimizga o'xshab. Hozir endi shu odam o'shani ko'ryapti. Kecha gapirayotgan narsalarini bugun ko'ryapti. Biz ham xuddi shunaqa bo'lamiz. Hozir gapirayotgan gapimizni bizdan keyin kelgan avlod ehtimol ertaga, ehtimol 1 soatdan keyin, ehtimol boring ana mayli 100 yildan keyin keladida gapirayotgan bo'ladi, ko'rasiz. Hozir mana shular shu gapirayotgan gaplarini ko'rishyapti ular deydi. Jannat bo'lsa jannatni, do'zax bo'lsa do'zaxni, nimani gapirgan bo'lsa shu g'ayb olamidagi narsalarni hozir ular ko'rib turibdi. Demak, ana shu darajada yaqin oldimizda jannat. Biz hozir uni 7 osmonning ustida, arshi tagida desak bizga uzoq ko'rinadi jannatni. Lekin asli esa unday emas, oldimizda. Shunday ko'zni yopamiz, ochamiz, qarasak o'sha jannatga borgan bo'lamiz. Yoki Alloh asrasin shu do'zax ko'rsatib turilgan bo'ladi qabrda. Oyoq kiyimdan-da yaqin deyaptilar mana. Uzoq sanalmasligi kerak va o'sha yaqinligi uchun unga shoshilishlikka targ'ib qilinyapti. Mana shu oyatni bir odam Umar roziyallohu anhu ga kelib o'qib bergan ekan. Jannat osmonlar va yerdan keng deyilyapti Qur'onda. Aytingchi, unda do'zax qayerda? Mana bu tushuncha ham borliqda makon bilan zamon tushunchasini tor o'ylashlikdan kelib chiqadi. Ya'ni jannat osmonlar va yer kengligicha bo'lsa deyapti, qarang. Borliq o'zi shu osmonlar va yerdan iborat deb o'ylab olgandan chiqyapti mana bu. Bizdan mo'min tarzda shunaqangi e'tiqod talab qilinadiki, borliq osmonlar va yerdan keng narsa. Koinotdan keng narsa borliq. Uni ustida aytdik mana, dengiz bor koinotning ustida. Uni ustida kursiy bor. Uni ustida arsh bor, uni tagida jannat bor. Borliq juda ham keng narsa. Bir odam kelib Umar roziyallohu anhuga mana shuni ajablanib savol bergan. Jannatning o'zi osmonlar va yerdan keng bo'lsa, do'zax qayerda unda degan. Boshqa joy qolmadi-ku. Osmonlar va yer olam shu o'zi. Jannat o'zi shunday bo'lsa, do'zax qayerda unda deganda, Umar roziyallohu anhu o'sha zamonda ham hattoki o'sha odamning ovozini o'chirib javob berganlar. Bunaqangi aqllilik bu shariatga e'tiroz bildirishlikda yoki tushunmay qolishlikda hech qachon taqozo qilmaydi. Umar roziyallohu anhuga qarab aytganlarki, menga aytgin, kunduzi kirib kelganda kechqurun qayerga ketadi deganlar. Ko'ryapsizmi? Ya'ni masalan kunduzi kirib keldi, qarang hozir. Kechqurun turgandi shu kunduzning o'rnida. Qayerga ketdi kechqurun? Shu borliq juda tun. Uni bilmagandik, to'g'rimi, kechqurun qayerga ketishligini? Endi bilyapmiz hozir mana. Kechqurun yerning narigi tomoniga o'tib ketar ekan. Kunduz kelgan paytida. Lekin endi o'sha zamonda shu narsani bilmagan bo'lsalar ham Amirul Mu'minin Umar roziyallohu anhu shunday javob berganlarki,
aqlingga sig'magan bilan lekin bor, to'g'rimi? Masalan, kun bilan tun ikkalasi ham hozir bor. Seni aqlingga sig'maganda tarixda qayerda bo'ladi? Kunduzi kelgan paytda kechqurun qayerda? Kechqurun kelgan paytda kunduzi qayerda bo'ladi? Avval tarixda biz buni aqlimizga sig'dira olmasdik, lekin iymon keltirishimiz shartmidi? Ikkalasi ham bor hozir shuni. Bugun esa tushundik mana. Kunduz kelgan paytda kechqurun yerning narigi tomoni bo'lar ekan, kechqurun kelgan paytda kunduz yerning narigi tomoni bo'lar ekan. Oddiy narsa ekan bu. Bizda aqlimizga sig'masa ham. Xuddi shunga o'xshab javob berganlar Umar radhiyallohu anhu, sen aqlingga sig'masa ham iymon keltiravergan. Endi qanday qilib axir jannatni o'zi osmonlar va yer kengligidek bo'lsa, unda do'zax qayerda deysan, sen makon, zamon haqida tushunchang torligidan bu. Oldimizda hozir jannat bilan do'zax. U bir-biriga u izdihom qilib qo'ymaydi. Ya'ni olamlar bir-biriga izdihom qilmaydi. Nima degani izdihom qilmaydi degani? Sig'may qolmaydi olamning ichiga. Olamlar ich kirib ketaveradi bir-birining ichiga. Bunga bitta bir misol bilan qarang. Hozir men mana uyda o'tiribman shu xonada. Menga bir kishi qo'ng'iroq qilsa, o'sha odamning ovozi va uni to'lqini menga kelib eshitiladi. Lekin men bilan shu xonaga 100 ta odamni olib kirib qo'ysak, hammasini qo'liga bittadan telefon bersangiz, shu odamlarning birontasini telefoni boshqasining telefoniga xalaqit qiladimi? 100 ta telefon raqam bor shu yerda, 100 ta to'lqin bor demak. Va 100 ta odam gapiryapti shu 100 ta to'lqindan. Lekin birontasiniki xalaqit qiladimi? Olamlarga xalaqit qilmaydi. Ichma-ich olam joylashib ketaveradi. Ana shunga o'xshab bu borliq o'zi koinotdan iborat bo'lsa, jannat undan keng bo'lsa, do'zax qayerda unda, arsh qayerda unda, u kursi qayerda unda degan tushunchalar bu bizdan nimaga kelib chiqyapti desangiz, borliqni biz haligi o'zimizcha tasavvur qilganimizdan kelib chiqyapti. Masalan, bir qopga bir qop un solsangiz, uni ustiga keyin bir qop qum sig'may qoladi. Ana shunaqa tasavvur qilganimizdan chiqyapti. Bu noto'g'ri tasavvur. Bu bizning bitta olam haqidagi tasavvurimiz. Olamlar bir-birining ichiga kirib ketaveradi. Xuddi shunday mana qarang, bugun televizorda yoqasiz. Televizorda 1000 taga yaqin kanal bor. Hammasi bitta simdan kirib kelgan qarang. Bir sim. Antenaga ulangan bir simdan qarang. 1000 ta kanal kirib kelgan. Ehtimol 1000 tadan ham oshirishingiz mumkin. Birontasiga xalaqit qilmaydi. Ko'ryapsizmi? Millimetr keladigan bir simni ichidan 1000 ta kanal o'tyapti. Birontasiga xalaqit qilganligi yo'q. Nimaga inson shu narsani bugungi kunda tushunib yetgandan keyin ham bunaqa narsalarni aqliga sig'dira olmaydi? Jannat, do'zax, koinot, arsh hammasi bular bir-biriga xalaqit qilmaydi. Ichma-ich olamlar hammasi bir-biridan. Farishtalar olami bizning ichimizda mana hozir mavjud, bizga xalaqit qilgan yo'q. Sig'may qolyapmizmi farishtalar bilan? Jinlar olami bizning ichimizda mavjud, birimizga xalaqit qilganimiz yo'q. Sig'may qolyapmizmi jinlar bilan? Mana qadimda o'zimizdagilar aytardi 18 ming olam bor derdi. Haqiqatan bu narsa rivoyatlarda kelgan 18 ming olam degan narsa asli 18 ming degan adad kelmagan bo'lsa-da, lekin olamlar ko'pligi haqiqatan rivoyatlarda kelgan. Demak, bir-biriga xalaqit qilmaydi, qancha ko'p bo'lsa ham olamlar. Umar radhiyallohu anhu mana shunaqa tushunishlikda buyurganlar o'sha odamga. Iymonni ko'ryapsizmi? Ilmiy jihatdan tushunmagan narsalarni iymoniy jihatdan odam tushunadi. Mo'min hayotdan avval yashaydi, zamonasidan avval yashaydi. Umar radhiyallohu anhu yerda aylanishi, kun u yoqqa o'tsa, tun bu yoqqa o'tishligi degan narsalarni tushunmagan bo'lsalar ham, lekin ana shu misol keltirib qo'yganliklaridan bilasizki, iymon bilan ana shu narsalarni tushunganlar. Iymon shunaqa narsa. Bizdan Alloh mana shuni istaydi. Iymon keltirgan shunaqa narsalar bor. Osmonlar va yerdan keng bo'lgan jannatlar bor va u yerda yana do'zaxlar bor. Alloh biladi qayerda u do'zax. Lekin mavjud. Hech qaysi bir-biriga bular izdihom qilib, ya'ni bir-birini makonini egallab qo'ymaydi. Zalika fazlulloh yu'tihi man yasha. Mana bu Allohning fazli, Alloh xohlaganiga beradi. Vallohu zul fazlil azim. Alloh buyuk fazilat egasidir deydi. Jannat Allohning fazli. Chunki agar odam amali bilan erishganda bunchalik narsaga haqli bo'lmasdi. Haqlik bo'lsa bir odam shu yer sayyorasida keladigan bir jannatchaga haqli bo'lardi. Haqli bo'lsa o'shanda ham. Bu osmonlar va yer kengligidan keng jannatga haqli bo'lmas. Bu Allohning fazli ekan. Allohning fazli bepoyonmi?
Shu uchun bersa ham mana shunaqangi bepoyondek ko'rinadigan jannatlarni beradi.